Mana shu taxta kerak bo'lyapti. Klientimiz ham mana shu taxtadan bering, bo'lmasa olmayman dedilar. Biroq so'zlaring mana hozir tepada ikkita pochta turibdi. Boshqa degan fikr berdilar, shunda bitta tortib ko'raman dedilar. Yurib ko'ringlar, orqaga yurib boringlar, yetmaydi. Voy, ana chiqadi aka. Nima deb o'ylaysizlar, chiqadimi, chiqmaydimi? Bizga ham qiziq shu narsa. Shunda orqaga yurib boring. Bizga ham ol videoga. Boshqacha bo'ladi ekan. O'zlashlar qara, bo'ylayotgan bo'l, to'xtang. Mas bo'ladi. Mana hozir boylab olaylik. Yomoni bo'ladi lekin hozir. Davay. Yaxshi. Sekin. Yuring. Bo'lgan kuchini bilamiz hozir. Voy. To'xtang. Yana. Davay, torting. Ha, zo'r. Bo'ldi. Mana akalar, kallani ishlatsa, xudo xolasa yechim topiladi. Gap yo'q, zo'r. Videoga bitta like qoldirasizlar, aka. Ana endi maskuz yordamida tortdik mana shu 3 ta yog'ochni. Gap yo'q lekin, boringlar shukr. Biz 30 ta olishimiz kerak. Bu yoqda bir 7 ta saksizta. Endi gazeli chaqirdik. Hozir mashina tortiq xudo xolasa tegirlar hamma chiqadi deyaptilar. Zarbaga pas o'q qolmadimi? Yo'q. Qani? Yuring. Chapga burib. Ha. Zarbaga faqat kuch ishlab turish kerak emas ekan, kallani ishlab turish kerak ekan, onda sonda. Bo'ldi. Rahmat.